Sinib qolgan barglarni tuproqning ustiga qo'yib chiqinglar, o'zi vaqt o'tib ildizlama o'tadi, shox ham chiqaradi. Ekish shart emas. Keyin vaqt o'tib mana shundoq bo'lgandan keyin tuproqga ekib qo'ysanglar bo'ladi. Do'stlar, mana shu krassula dollar gulini vermikulitda qalamcha qilganimizga deyarli 1 yildan oshdi. Hech ekib qo'yishga vaqt bo'lmadi. Bugun xudo xolisa ekib qo'yamiz. Ancha qarovsiz ham qolib ketdi. Krassulani poyasidan ham qalamcha qilsanglar bo'ladi, oddiy bir dona bargidan ham qalamcha qilsanglar bo'ladi. Bu juda ham oson. Hammasini mana shu kichkina tuyaga ekamiz. Krassula katta tuyalarni yoqtirmaydi. Tuprog'ini ham sukulentligi xos qilamiz. Universal tuproq, ozgincha qum va ozgincha mayda tosh. Hozir hammasini aralashtiramiz va tuprog'imiz tayyor. Tuprog'ga ozgincha yiriroq kvartsiviy qum va tsialit ham qo'shib yubordim. Sukulentdan tuprog'i minerallarga boy bo'lsa yaxshi bo'ladi. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, ildizlari zo'r rivojlangan, lekin yangi oq ildizlari yo'q, chunki vermikulitda ancha ko'p o'tirib qoldi. O'zi buni ancha oldin tuproqga ekishimiz kerak edi. Hozir endi tuproqga ekamiz, keyin xudo xolisa yangi oq ildizlari paydo bo'ladi. Do'stlar, mana ekib qo'ydik. Sukulentlarni ekkandan keyin darhol sug'ormanglar. 4-5 kundan keyin sug'orsanglar zo'r bo'ladi. Ekish jarayonida mana bunaqa barglari sinib qolsa, bu barglarni tuproqning ustiga qo'yib chiqinglar. O'zi vaqt o'tib ildiz ham chiqazadi, shox ham chiqaradi. Ekish shart emas, shunday tursa bo'ldi. Xudo xolisa mana bunday bo'lgandan keyin tuproqga eksanglar bo'ladi. Bu juda ham oson. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'linglar.